Şu yerde ketvatı böyle qandaydir bir shayton nima bo'ldi, shu qavat esime shu emek bo'lgan shu yerda bo'ldi. Bunday burdukda bunga men o'tirdim. Ejeni shu yerda orqasida qo'ydikda darsi. O'sha vaqtda ejening avvali qanday edi? Eje tushunmaydi. Bunday aytadi. Ne kelgende Shavkat bilan birga tushdik-da, men qo'ydik. Shavkat mashinadan minib chiqdi-da, men ustida o'sha matras qo'yib qolganman. Shuni qo'ydim-da, men bundaydan yurdim. Bunday chiqib bordim. Shavkat mashinani o'yga qo'ydilar. Sunachi. Anan keyin shu pavorotda burilib kompaniyam o'sha yerdan ishladik-da. O'zi maqsad ham yo'q edi. Qo'rqitib emas qilaman deganda o'zimdan ketib qolib, anan muzlab qoldi. O'ldi deb qo'rqqanimizdan o'sha eshitgan bilsam men o'yimga shu yer keldi. Bir jonim ayab o'shanda baliq tutgani kelgan bu yoqdachi.